Biz xorijda qurilish sohasida ishlaymiz. Bizga ish topib beradigan odam bor. U bizning ish haqimizdan har oy doimiy ravishda 1% oladi. Shu ishi joizmi? Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah. Vassalatu vassalamu ala rasulillah. Haqiqatan bunday holatlar juda ko'p uchraydi. Bir kishi ishchilarga ish topib beradi. Ishchilar o'zlari ish topa olmaydilar. Demak, shu yerda kimningdir ularga ish topib berishligiga bular muhtoj bo'ladilar, ehtiyojlari tushadi. O'z navbatida ish topib bergan kishi mana shu qilgan xizmati uchun haq so'raydi. Bu shariatda joiz. Ya'ni bir kishi xizmat qilyapti, o'sha ish so'ragan kishilarga ish topib beryapti, ularga munosib oylik va o'zlariga xos ishni topib beryapti va shuni evaziga ma'lum miqdorda ulardan manfaat so'rayapti. Faqatgina shu yerda bir martalik o'sha qilgan xizmati uchun haq olishlikka bu odam haqdor bo'ladi. Savolda kelgandek har oyda olgan oyligidan 1% ulush olib yurishligi bu ularga nisbatan nohaqlik bo'ladi. Birovning haqqini yeyish bo'ladi. Bu joiz emas. Agar shu ishchilar kelishilgan mablag'ni, ya'ni ish topib bergan kishiga aytilgan mablag'ni bir barakay bera olmasalar, oylik olgan vaqtlarida qisman bo'lib berishlari mumkin. Lekin o'sha bir martalik kelishilgan muayyan mablag' bo'lishi shart. Ammo doimiy tarzda ishlardan olgan oyliklaridan 1% yoki undan boshqa mablag'da olib turishligi to'g'ri bo'lmaydi. Allohu a'lam.